Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video darsimizda biz ko'char va ko'chmas bloklar haqida gaplashamiz. Xo'sh, siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega quduqdan suvni tortish oson yoki-da qurilish sohalarida og'ir yuklar yengil ko'tariladi? Buning siri bloklar. Blok o'qqa mahkamlangan ariqchali g'ildirakdir. Ariqchadan ip, tros va zanjir o'tkaziladi. Birinchi ko'chmas blok haqida gaplashaylik. Ko'chmas blok o'qqa mahkam o'rnatilgan. U harakatlanmaydi. U kuchni kamaytirmaydi, faqat kuchni yo'nalishini o'zgartirib turadi. Masalan, quduqdan suv olayotganingizda siz chelakni yuqoriga emas, pastga tortasiz. Bu sizga qulaylik yaratadi. Demak, ko'chmas blok bu kuchni o'zgartirmaydi, faqat bizga qulaylik yaratadi. Ko'chmas bloklardan biz hayotimizda juda ko'p foydalanamiz. Masalan, qurilish kranlarida, lift tizimlarida, sport zali trenajyorlarida, quduqlarda va portlarda yuk ko'tarishlarda keng foydalaniladi. Keling endi ko'char blok haqida gaplashaylik. Ko'char blok yuk bilan birga harakatlanadi. Uning eng muhim jihati yuklarni kamroq kuch bilan tortish imkoniyatini beradi. Masalan, biz 100 newton kuchli yukimizni 50 newton kuch orqali tortishimiz mumkin. Ko'char bloklardan biz avtomobilni tortishda, alpinistlar jihozlarida va og'ir yuklarni yengil ko'tarishda foydalanamiz. Keling, ko'char va ko'chmas blokka doir bir nechta amaliy tajribalar bilan tanishib chiqaylik. Bizga kerakli jihozlar: shtativ taglik, turli xil massaga ega bo'lgan buyumlar, tarozi, dinamometr, bloklar hamda ip kerak bo'ladi. Birinchi ishimizni yuklarimizni o'lchashdan boshlaymiz. Yukni osganimizda 200 grammlik yukimiz 2 newton kuchga ega bo'lishi kerak. Haqiqatan ham ko'rganimizda dinamometrda 2 newton kuchini ko'rishimiz mumkin. Keling, endi tajribamizni ko'char blok misolida ko'raylik. Oldindan o'lchangan 200 gram massali yukimizni ko'char blokka ilganimizda dinamometr necha newtonni ko'rsatishini ko'ramiz. E'tibor beradigan bo'lsak, ko'char blogimizga 2 newtonli yukni osganimizda dinamometr ko'rsatkichimiz 1 newtonni ko'rsatdi. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, ko'char blok kuchdan 2 marta yutuq beradi. Keling endi ko'char va ko'chmas bloklar kombinatsiyasidan foydalanib tajribamizni davom ettiramiz. Hayotda ko'pincha ko'char va ko'chmas blok kombinatsiyasidan foydalanamiz. Bu usul bizda kuchni yo'nalishini o'zgartirib, kuchdan 2 marta yutish imkoniyatini beradi. Ko'pgina ko'char va ko'chmas bloklar kombinatsiyasi orqali biz kam kuch bilan juda og'ir yuklarni ko'tarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Biz bugungi video darsimizda ko'char va ko'chmas bloklarni haqida gaplashdik. Bu orqali insonlar og'ir yuklarni yengil ko'tarishni o'rganishgan. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.